Ushbu film Telegramdagi Minho TV tomonidan ovozlashtirildi. Ovoz berishda Elmurod, Minho hamda Mehrish ishtirok etdi. Bizni Telegramdan Minho pastki chiziqcha TV deb izlashingiz mumkin. Maroqli tomosha. Nima? Voy la'nati. Bu safar ham shu yerga kelibdi. Nima? Nima deysan? Hoy ahmoq, eshitmayapsanmi deyman. Qayoqqa qarayapsan? Yo xudo, bolaligida juda yuvosh edi. Qanday qilib bunday qo'rqinchli bo'lib ketdi-ya? Jin ursin hammangni la'nati. Nima? Nima deding hozir sen? Voy dumi kaltalari, hali senlarmi? Qani ketdik. Issiq qon yoshlar. Ogohlantiramiz, keyingi bekat bu Hongsung stansiyasi. Oyog'ingni bu ol. yerdagi maktabga boradigan Nega unday qarayapsan? iltimos tayyorlaninglar. Ahmoq, yaramaslar. Sizlarni ogohlantiramiz, poyezd to'xtashidan oldin sakrash juda ham xavflidir. Biz Hongsung stansiyasida 2 daqiqaga to'xtab turamiz. Ahmoq. Voy, buni qaranglar, seni juda qattiq uribdi-ku. Nega bu menda hech ham ish bermaydi? Ha, sen omadsiz. Mana qara, qo'lingni bunday ushlab turasan birozgina. Keyin nima? Agar u seni uradigan bo'lsa, demak u rozi emas. Ish bermaydi? Agar u qarshilik ko'rsatmaydigan bo'lsa, unda sekingina tugatib qo'yishing mumkin. Bu ajoyib hiyla ekan. Hiyla emas, tajriba bu. Xo'sh, shunda garov o'ynaymizmi? Poyezdni oxirigacha buni o'zida saqlab borish yutqizgan. Tosh qaychi qog'oz. Demak, shu boshlandi. Boshlaymiz. Qani, qadam.
Yaramas ahmoqlar. Bu yerda nima qilyapsizlar? To'g'ri tur. Yo, tavba, uchish shartmi? Salom ser. Salom. Sumkangni to'g'ri ushla. Yaramas ahmoq. Dam olyapsanmi? Nima qilyapsan? Baqlajon tushib ketdi. Mashqni Yaxshi. to'g'ri bajar, yaramas. Bo'la qol. Hongsung o'rta maktabi. Nega u doim yolg'iz yuguradi? Bunga hech tushunmayman. O'g'il bolalar, Wang Tekyu katta yoshli bolami? Ha. Bilib qo'yinglar, politsiya uni qizil chiroqda ushlagan va u shu tufayli haydab chiqarildi. Xo'pmi? Buni kulgili deb o'ylaysizlarmi? Biz sizlarga soch turmagida erkinlik berdik. To'g'rimi? Lekin bu hamma narsa uchun erkinlik degani emas. Tushundingizmi? Ha, janob. Hoy, sen ahmoq, sochingni qisqartirgin, xo'pmi? Bunday o'stirishga qachon ulgura qolding? Demak, yigitlar, bugungi darsimiz jinsiy ta'lim. Yaramaslar, sizlarga shu dars yoqadi xolos. Buni qaranglar. Men buni gazetadan kesib oldim. Sovet doktor Kadeyskiga ko'ra, erkaklar o'lishidan oldin 4000 marta bajarishi mumkin ekan. Tushunyapsizlarmi? Bu 4000 ni anglatadi. Lekin u bundan ko'tarilmasligi mumkin ekan. Tushundingizmi? Ha, janob. Shunday qilib sizlar hattoki qo'l bilan qilganingizni ham bunga hisoblashingiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Ha, janob. Kangjongi. Nimalar qilib o'tiribsan, ahmoq? Ha? Aslida sen eng shubhali odamsan. Allaqachon 4000 taga yetkazgan bo'lsan kerak. Ayolning ko'krak va jinsiy a'zolari. Bu haqiqiy emas, ahmoqlar. Yaramaslar. Ilgari buni ko'rganmisizlar? Ha? Bunga aloqador filmlarni va kitoblarni o'qishdan cheklaning. Baribir hammasi yolg'on bo'ladi. Tanishing, bugungi mavzuyimiz eng muhim mavzulardan biri. Biroz uyatli bo'lsa ham. Ko'rib turganingiz erkaklik jinsiy a'zosi. Meditsinada esa bunga uyalishni hech ham hojat yo'q. Bugun 18:00 da Xitoy restoranida kutaman. Ho'y, bu nimasi? Hech narsa. Voy, ko'rinib turibdi-ku. Hech bo'lmaganda undan ehtiyot bo'lishing kerak. Nega endi? Bilmasmiding? Ko'pgina qizlar u bilan urushgani uchun ta'zirini yeb unga tiz cho'kishgan edi, to'g'rimi esingdami? Ha, bularni barchasi hali holvasi. Yaxshiyamki biz xolis insonmiz. Uchrashuvga borasanmi? Aqldan ozganga o'xshaymanmi hechamda? Meni qayerdan taniysiz? Oldindan. O'tgan yili sinfingda deraza oldida o'tirarding 3-o'rinda. Doimo biror narsalarni xayol surib o'tirarding. Birinchi bor ko'rganimdan beri xayollarimdan ketmayapsan. Yolg'on gapiryapsiz. Menga bunday qaramang. Judayam go'zalsanki, qara olmasligimning iloji yo'q. Men unchalik chiroyli emasman va ko'p qizlar mendan ancha chiroyliroq.
Menimcha har bir qizni o'ziga yarasha chiroyi mavjud bo'ladi. Ba'zilarni labi, ko'ksi, qomati chiroyli bo'lsa, ba'zilarni yuzi, ba'zilarni esa aqli. Seni esa chiroyli oppoq, tirsaklaring juda go'zal. Nima bo'ldi? Boshim aylanyapti. Xavotir olma, tuzalib qolasan. Bosh og'rig'i o'zi bo'lib turadi, o'tib ketadi. Dori-darmon olib beraymi? Yo'qki. Qaranglar, bu yerda kim bor? O'zingni tik tut. Hoy. Seni g'oyib bo'lmasligingni ogohlantirgandim. Ha? Itvachcha. Qo'y, qani kelsangchi. Yaxshi ovqatlanib oling, maroqli hordiq. Nega yosh bola bilan o'ralashib yuribsan? Bilasanmi nima uchun? 6 oy oldin u singlimni tashlab qochib ketgandi. U Seulga ish uchun bormaganmidi? Lekin u bundan xijolat bo'ladi. Hali ham ketmadingmi? Ha, men biroz xavotirlangandim. Ha, u anchadan beri ko'rishmagandik, biroz suhbatlashdik. U bilan do'stmiz, ha. Qani, ketdikmi unda? Qayerga boramiz? Rahmat. Hammasini yig'ishtirib olarsan. Ha, albatta. Keldingmi? Uxlashga qo'yasan, o'zi. Qachon uydan ketmoqchisan? Giyim, he. Mana, demak buni ham qo'lga kiritdik. Yaxshi. Ha. Kangjung, u bar imtihonidan o'tdi. Voy, ana. Keldingizmi, xonim?
Buncha narsa olib kelishingizga umuman hojat yo'q edi. Bu nimasi? Hech ham xijolatli joyi yo'q. Jiangsuda bog'imni sug'orish uchun juda ko'p yordam bergandi. Shuning uchun sizlarga ham ilinay dedim-da. Yeb ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Va bu pishgan. Meni har doim erkak ishiga chaqir. Xo'pmi? Yaxshi. Nima, bu yangi filmmi? Nima desam ekan? Mayli, men bora qolay, mayli. Shunchalar ham chiroyli bo'lamanmi? Janob, bu menman. Salom. Salom. Sizning to'ng'ich o'g'lingiz paneldan o'tib ketganligi sababli buni olib keldim. Bu meniki emas. Buni yetkazib berishimni so'rashdi. Mana u kimdan ekan, ha? Chet eldan bo'lsa kerak. Onajon, bu Dayebungdan bo'lsa kerak. Bering, bu meniki. Hoy. Hoy. Ovqatlanib ketsang bo'lardi. Ketishdan oldin ovqatlan. Ha, ovqatlanib olish kerak. Mayli, uni o'z holiga qo'yinglar. Jonglil, bilasanmi, amaking Braziliya davlatida. Senga aytsam, bu yerlar jannatning o'zi. Menga berchi. Men ham albatta dengizga boraman. Va'da bergansan, meni o'zing bilan olib ketasan. Bunga va'da bergansan axir. Juda katta yangilik. Seuldan yangi qiz ko'chib kelibdi. U buruq qalqonlariga qaraganda yaxshi ko'rinadi. Rostdanmi? Haqiqatan ham. Ketdik. Bo'lishi mumkin emas. Yo'limni to'sma. Ay, men birinchi. Qizlar, boshliq shu yerda. Boshliqqa salom. Kuningiz xayrli o'tsin. Salom, boshliq. Yo'su seni ko'rishni istayapti. Qani, orqamdan yur. Xo'sh, nima va yana nima? Mendan nima xohlaysan? Qizlar bilan gap otib gaplashish bo'yicha jahon chempionimishsan. Ha, ajoyib. Hattoki yashirincha bo'lsa bo'yicha. Ha, bo'lishi mumkin. Xo'sh, yana-chi? Unda nega men bilan gaplashmaysan? Nima? Unda ertaga seni ertalab kutaman. Soat 8da. Yo'limdan qoch. U nima dedi? Uchrashuvga taklif qildi. Nima? Uchrashasanmi? Qo'ysangchi, u uchrasha olmaydi.
Nima bo'ldi? Men haligi Jongel aytdiki, qandaydir sabab tufayli bu yerga kela olmas ekan. Ay, jin ursin. Shuncha harakat qilibman. Hoy, shoshma. Voy, sen itvachcha, hali Voy, ey! qilishni Nega uryapsan? Mana Voy! senga. Mana. Hoy, urma! Mana. Meni urma bo'ldi. Senmi O'tiraman. Seni Ah, ta'ziringni yo'q. bermasammi? Ah. Mana senga. Ah. Mana. Itvachcha. Hayvon. Og'riyapti. Meni yugurtiradigan bo'lib qoldingmi? Jin ursin. Nega meni tanlamaysan? Buni qaranglar, shilqim. Aqling kirmabdi hali ham. Hayvon. Bu nima? Qonmi? Bu qonmi? La'nati! Meni boshim qonayapti. Xafa bo'lma. Istasang senga boshqa qiz topib beraman. Nima deysan, a? Sen o'z baholaring haqida tashvishlansang bo'lmaydimi? Qana bu yoqqa kel, ahmoq. Qana yurchi, qattiq tur. Mana senga yaramas. Buncha ko'p yig'lamasang, o'rningdan tur. Qana tur. Voy, kosam sinib qoladi. Shunday qilib, seni bahoying nolga teng. O'qimayapsan, ahmoq. Ha, to'g'ri janob. Bilasizmi? Nima deding? Yaponiya mustamlaka boshqaruv paytida bobon va kattalar mustaqillik uchun kurashadi. Lekin uni hibsga olishadi, qiynoqqa solishadi va o'sha xatosi tomonidan o'ldirishadi. U bizga o'lgunga qadar yaponiyaliklardan nafratlanishini aytadi. Demak, nega endi biz yapon tilini o'rganishimiz kerak? O'giril. Qani, bo'la qol. O'giril dedim senga. Shoshma, seni buving amerikalikmi? Senda ingliz tilidan ham 0 baho bor ekan. Qani, o'rningdan tur. O'zingga o'zing qilib olding. Buving haqida aytib nima bor edi? Demak, u Amerikada tug'ilgan, lekin Seulga ko'chib o'tgan ekan yoshligida. Ha? Dadam shahardagi briket fabrikasiga egalik qiladi. Lekin nega qaytadi? U kasal bo'lib qolgan. Qanday? O'pka kasalligi. Yomg'irga o'xshabmi? Yomg'ir yog'yapti. Quyosh chiqyapti-ku, ahmoq. Nega bunday qilding-a? Mana senga, mana. Hoy. Qani menga ber. Qayeringdan jarohatlanding? Bu yermi? Poyezdning bu qismi biz uchun. Bu yerda xohlaganingcha yura olmaysan. Jin ursin. Urushmoqchi bo'lyapsanmi? Albatta seni adabingni berib qo'yaman. Qo'rqitaman deb o'ylayapsanmi? Bo'ldi, qo'yib yuboringlar. U endi o'ldi. Uni adabini ber. Voh, qoyilman. Uni berib qo'ydik. Voy, yaxshimisan? Jin ursin, men yutqazmadim. Yo'q, men yutqazmadim. Men yutqazmadim. Yura qol. U yutqazdi. Ha, Yonsuk. Nega kecha kelmading? Bilasanmi, istasam ham bora olmasdim. Nima? Gvansikka yoqasan-ku axir. Bu gapni senga kim aytdi? U bilan faqat ittifoqdoshmiz xolos.
yoki nima? Uni oldiga bordingmi? Hoy, Yonsuk, meni eshit. Bilasanmi, sen meni yoqtirmaysan. Senga yoqmayman. Shunchaki meni tinch qo'y. Nima? Nima deyotganimni tushungandursan, ha? Mana qara, meni yana urmoqchisan. Oy. Kang Jongil. Eshitaman, janob. Mening yo'ning bilan nimalar qilyapsan? Hech narsa, janob. Ha, senimi? Agar hammasini tugatgan bo'lsang, keta qolaylik. O'zingni ehtiyot qil. Haligi ustoz men. Chiqaver. Yaxshi. Menga juda ham yoqasiz. Kimligimni bilish uchun bugun 6 da Xitoy restoraniga keling. Nega bu yerga kirding? Boshqa joyga o'tirsang bo'ladi-ku, bor. Boshqasini kutayotganmiding? U baribir kelmaydi. Nima, kelmasligini sendan aytib yubordimi? Menga ayt, senga yana nima dedi u, a? O'zing ayt, nega uni yoqtirasan? Chunki u juda chiroyli. Sochlaringni nima qilib olding-a? Yo, xudoyim. Ovqatimni ham yeb qo'ydi. U yuguradigan jamoa shumi? Bizda bunday jamoa yo'q-ku. Nega unda u har doim yuguraveradi? Menimcha marafon bo'lishini xohlaydi. Jongil, sen nima deb o'ylaysan? Balkim u birortasini sevar. O'shani e'tiborini tortish uchun har kun yuguraversa kerak-da. Demak, u haqiqiy tentak. Rostdanmi? Sen ajoyibsan. Ha, ajoyibsan. Iya. Hoy. Anavi o'sha qiz emasmi? Hoy, menga oshir. Bu yoqqa tep. Ana bu yerda. Bu o'shami? Yaxshi qiz. To'pni tepib yubor.
Qani, olg'a. Menga oshir. Kechga vaqtingiz bormi? Nimanidir unutdingiz? Nima qilyapsan? Tozalayapman. Nima ko'rmayapsanmi? O'g'ling kelguncha tozalay olasanmi? Uni qachon kelishi bilan meni ishim yo'q. Hatto uydagi bu itlar ham yaxshi emas. Nima deding? Chapillamasdan yesangchi, onang o'rgatmaganmi? U ham shunday ovqatlanardi. Farosatni qayerdan sotib olgansizlar? Bu ahmoq hatto otasiga ham salom bermaydi-ya. Sen ahmoq, uni bolaligidan beri taltaytirib yuborgansan. Hozir o'zi sen ketmaysanmi? Bor, uyingga ket. Davom et, bor. Soqolingni ham olib tashla, yoqmayapsan. Uyga bor. Bularni hammasini qiling. Nega bu yerga keldik o'zi? Bu oyimchi bu yerda nima qilyapti o'zi? Ushbu film Telegramdagi Minho TV tomonidan ovozlashtirildi. Bizni Telegramdan Minho _ TV deb qidirib topishingiz mumkin. Sizni kutamiz. Azizlar, demak endi qo'shiq eshitamiz. Janobli va Kim xonimdan ajoyib duet. Voy yaramas. Ularni guldiroz qarsaklar bilan kutib olamiz. Keyingisi kim? Qani, davom etinglar. Birinchi bo'lsa, bu. Voy yaramaslar. Voy, keyingisi kim? Davom et. Planshetida o'zim qaytib yoshga qaytaring. Bo'ldi-ya, bas qiling. Yosh bola emassiz-ku. Demak, Hongsungning va Seulning eng yangi yuzi bo'lib ulgurgan bizning yangi farishtamiz. Kim deb o'ylaysiz? Choi Sot-he. Choi Sot-he. Qani chiqing. Qani bo'la qol. Sen juda yoqimlisan. Seni kutyapmiz, qarsaklar. So many nights I sit by my window waiting for someone to sing me his song. So many dreams I kept deep inside me, running the dark. Now you come along, and you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my night. Park Yong-soo. Park Yong-soo. Park Yong-soo. Park Yong-soo. Park Yong-soo. qo'ysangiz-chi bo'ldi. 마음 약해서 잡지 못했네 돌아서던 그 사람 혼자 남으니 쓸쓸
불안해요 내 마음 허전하네요 생각하면 그 얼마나 정다웠던가 나 혼자서 가는 길을 눈앞을 가려 흐르는 눈물이 흘러내리네 마음 약해서 나는 너를 잊지 못했네 Bo'ldi, to'xtatinglar. Bugunga yetarli. Barchangiz uyingizga keting. Qani, bora qolinglar. Yo'lda ehtiyot bo'linglar, xo'pmi? Ajab. Qani boringlar. Men ataylab janob prokurorimiz uchun zotdor tovuqlardan pishirgan edim. Qani, bir bor tatib ko'ring. Mazasini qandayligini aytasiz, xo'pmi? Uni o'zimga yeya olaman. Men deyarli unutildim. Mendan ichimlik haqida qanday ichish kerakligini so'rashingiz mumkin. Bo'lishi mumkin emas. U pastga tushishdan charchagan. Jongsu, boring va dam oling. Xo'p, dam oling, bora qoling. Mayli, rahmat. Mayli, keyinroq gaplashamiz. Xayr. Uyda qaytib sharob ichmaymiz. Zarda qilishingga o'laymi? O'zing ham yutib tashlaysan-ku. Yaramas. Tezroq uyingga ket. Hoy, Jongsu, bu yerga keling. Qani, kela qoling. Ular bilan salomlashing. Qani olinglar. Sizga ham ovqat olib kelaman. Bu yerga ko'proq ovqat olib boringlar. Hoy, bo'linglar. Vah, bunga yana qancha chidash kerak-a? Tura qol. Qani ketdik. Shoshilsang-chi. Bu yerda nima qilyapsan, a? Odamlarga xizmat qilsang bo'lmaydimi? Qani o'rningdan tur. Shunchaki biroz tanaffus qilayotgandim. Tanaffus deysanmi? Senimi? Juma kuni maktabga borma. Nega? Shunchaki borma. Go'ng tashiysan. Oxir Jongsu shu yerda bo'lsa, nega maktabdan qolishim kerak? Qulmanmi men? Voy, ahmoq-ey, qachondan beri maktabni yaxshi ko'radigan bo'lib qolding-a? Sen atrofdagi qizlarni poylab yurasan. Isbotingiz bormi? Faqat o'qigani boraman. Nega hamma doim shunday deyaveradi? Hoy, ichib olganmisan? Hoy, ichdingmi? Voy bo'ldi-ye, bolani hadeb tergayvermasangizchi. Jonsuni ham xijolat qildingiz. Qayerga ketyapsan? Voy, masmisiz Yaxshi. nima balo. Shoshmang, kimsiz? Meni qo'yib yuboring. Men shunchaki kitob o'qiyotgan edim. Ha, shunday nima? Senga Chungil nima dedi? Qancha yozishimni xohlaysan? 100 varaq yozaymi? Ha, bu eng so'nggi chiqqanlardan-ku. Hoy. Bu kimniki, nima bu? Ha? Men qayerdan bilaman? Bu yosh emasmi? Sen nimalar deyapsan? Ehtimol u emas. Ehtimol. Qayerga ketyapsan? Bu Chungilmi? Buni sen tashlab ketdingmi? Nima, yoqmadimi? Unda tashlab yubor. Mayli, faqatgina bir marta olaman.
좋겠네. 떠나가는 그 사람. Yech. Itvachcha. Ikkinchisini ham ber. 어쩌다 마주친 그대 모습에 내 마음을 빼앗겨 버렸네. 어쩌다 마주친 그대 두 눈이 내 마음을 사로잡아 버렸네. 그때에게 할 말이 있는데 왜 이리 용기가 없을까. 말하고 싶지만 자신이 없어. 내 가슴만 두근두근 답답한 이 내 마음 바람 속에 날려보내리. 피어나는 꽃처럼 아름다운 그녀가 내 마음을 빼앗아 버렸네. 이슬처럼 영롱한 그대 곤두름이 내 마음을 사로잡아 버렸네. 그때에게 할 말이 있는데 왜 이리 용기가 없을까. 말을 하고 싶지만 자신이 없어. 내 가슴만 두근두근 바보 나는 바보인가 봐. Maktabda bo'lmay bu yerda nima qilyapmiz o'zi? Juda ham issiq ekan. Nima? Bu yangi qizmi? Nima bo'ldi? Mana bu yerda. Mana bu odam. Hoy, nima bo'ldi? Qani? Qayerda? Qayerga? Oyog'imda turibdi. Oyog'imda. Bu Oyog'imda. bu zuluk ekan. Qimirlamay tur, olib tashlayman. Manchu, bu yerga kel. Agar zahri tarqalsa o'lishi mumkin. Hozir olib tashlayman. Hozir. Yo'q xudoyim, nima qilyapsiz? Nima oyog'ingdan ayrilishni istaysanmi? Voy, Ayure bu nima qilyapti? Endi o'ldim deyaver. Ha, oy jinni. Bu ilon emas, ahmoq. Qanday qilib zahar bo'lishi mumkin? Qanday zahar, ha? Sen bir kambag'al novdasan xolos. Qani yura qol. Senga o'zim ko'rsatib qo'yaman. Qani bu yoqqa kelchi. Hech narsa bo'lmaydi, xavotir olaverma. Uni darhol tez yordam ko'rsatish joyiga olib boring. Salom. Bu men. O'tir, olib boraman. 여기
Qorong'u, juda xavfli axir. Nega bu yerga hidlanadigan poyabzaling bilan kelding? Uy egasi hali ham uxlamayapti ekan. Ular allaqachon bilishadi. Yashirinishingda hojati yo'q. Yaxshi. Kechki ovqat tayyormi? Yo, ana. Bu hammasimi? O'qituvchi maoshidan har kuni go'sht yeyishini qayerda ko'rgansan? Hech narsa demayapman-ku, sendan minnatdorman. Ha aytganchi, Changil biram aqlli bola bo'libdiki, xayoliga kelgan narsani qiladi. Boshqalarga o'xshab lallaymasdan. Bu jasurlik emas, u shunchaki hammani oldida o'zini Hoy ko'rsat. nima bo'lsa ham shunchalikka bora oladi. Senga bunday ishlar yoqadimi? Biz hatto ko'chadagilarning fikridan qo'rqqanimiz uchun yomon yurishga jazm qila olmasak. Bu endi nima bo'libdi? Axir talabalar buni bilib qolishlari mumkin Ha edi. bo'pti. Bundan keyin qo'ng'iroq qilib gaplashaveramiz. Bu yerda turishimda hojati yo'q aslida. Shu yerda o'tira qol, nima ham qilardik? Keyin men juda jasur erkakman. Mayli, sinab ko'ramiz unda. Buni qila olaman. Haligi hozir Yo, xudo shu paytda ham tormoz bo'ladimi-ya? bu yer juda ham isib ketdi. Eshikni ocha qolay-a? Nima shunchalik ta'sir qiladimi? Albatta yo'q, bu unchalik ham qiyin emas. Men hech narsani hidlamay o'tiraman. Bu ketish bo'lsa, sen meni aniq aqldan ozdirasan, janobli.
Ha, endi sevgi mana shunday tuyg'u-da. Bu juda ajoyib. Xo'p, mayli, buni o'zim qilaman. Xo'p, buni qilaman. Shoshma. Endi Voy, qimirlamasang-chi. shoshmasang-chi. Jim turib olasanmi o'zi? Bunchalik tez emas-da, ey. Qo'ysang-chi. Tinchlan, sekinroq. Erta tongdan shu yerdasan. Nima, meni sog'indingmi? Bu nima? Kechagi qilgan yaxshiligingiz uchun rahmat. Bu esa sizga sovg'a. Ha, sovg'a shart emasdi, shunchaki. Ha, mayli unda. Bu nima? Ro'molchami? Lekin unga o'xshamayapti. Bu asosan qo'rqmas insonlar ishlatadigan narsa. Rostdan hammi? Yo xudoyim, mana bu sovg'a juda ajoyib. Ha. Bu ko'proq Seulda mashhur. Buni asosan sizga o'xshagan jasur yigitlar ishlatishadi. Rahmat, rahmat. Juda zo'r. Demak, rahmat evaziga mendan Xitoy taomi. Ana bu Lekin men yerdagi. ovqatlangandim. Ha. Rostdanmi? Unda balkim u tomonga Seulda dam olish uchun nima qilding o'zi? U yerda ko'proq rolik bilan shahar aylandim. Ha, rolikmi? Lekin bu yerda roliklarim uchun aylanadigan joyimiz yo'q. Ha, bor albatta unday joy. Men juda yaxshi bilaman. Senga silliq joy kerak-a, tekis. Ha, shundaymi? Bundan silliqi bo'lmaydi. Rolik uchun juda mos. Qani? Bo'la qoling. Bilasanmi, bu o'ylaganimdan sal qiyinroq ekan. Ha, voy, xudoyim. Ushbu film Telegramdagi Minho TV tomonidan ovozlashtirildi. Yaxshimisiz? Bu sizga shikast yetkazadi. Uni menga bera qoling. Bu qiziqarli, to'g'rimi? Ehtiyot bo'l. Ovqatlanishni istaysanmi? Nima, mototsikllar yoqadimi? Qo'pol ko'rinsa ham shamolga qarshi minganda adrenalin bo'ladi. Minmoqchimisan? Nima? Rostdanmi? Minsam bo'ladimi? Axir, Kang Jongilni yonidasan. Men bilan hamma narsani iloji bor. Qani ketdik, minamiz. Rolikda oldin sira uchramagandim. Orqam silliq belim sinaydi. Lekin juda yaxshi ekan. Qani, ketamiz. Endi u meni o'ldirsa kerak. Nimaga?
Yo'qsoni aytaman. U haqda fikring qanday? Bundaylarga parvo qilmay qo'yganman. U shunchaki hamma singari kambag'al qiz. Ammo u ko'ringanidek yomon qiz emas, uncha. U sizni sevishini eshitgandim. Shunga o'xshash gaplar. Yo'q, bular shunchaki mish-mish. Biz unday emas. Hoy, qisqish baqalarga tuz solib yubor. Ha, shu. Bo'la qol sol. Voy, kar bo'lib qoldingmi nima balo? Shunchaki ochgunda sol. Qiyinmi shu? Yo xudo, bu qiz meni o'ldiradi. Bo'lsang-chi. Bu matofingiz ochilmayapti. Ochilmayapti. Yo xudo, nima bo'ldi unga? Bu yerda shunday xizmat ko'rsatishadi. Yo'q, men o'zim tayyorlab beraman. Hozir. Mana. Va mana taomimiz tayyor. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Birgalikda yesak yanada shirinroq bo'ladi. Ha. Qanimda ovqatlan, davom et. Juda go'zalsan. Ketmoqchimisiz? Yo'q, o'zi hozir keldik-ku, biror joyga shoshilyapmizmi nima? Sen meni bu go'zalliging bilan aqldan ozdirgansan. Bilasanmi shuni? Bu nimasi? Buni men bilmay qoldim. Bu to'satdan bunday qilmoqchi emasdim. Men ketyapman. Shoshmay tur. Nima shunchalar yengiltakka o'xshayapmanmi? Yo'q, meni noto'g'ri tushunding. Bu men emas edim. Siz bo'lmasa kim unda? Buni tushuntirib bera olmayman. Bu haligi tuyg'u. Voy seni. Men seni hammadan o'zgacha deb o'ylagandim, lekin sen ham ularga qo'shilgan ahmoq ekansan. Saytgancha, shimingni rangi yoqmaydi menga. U juda ham xunuk. Hoy o'g'lim, tushligingni olib ket. Ishtaham yo'q, yemayman. Voy, har doim shunday deysan. Tushligingni olib ket.
Yemayman dedim. Bu juda muhim strategiya. Sigirlarning sotish yo'llari. 내게 사랑은 너무 써 아직 전 어리거든요 Bu nimasi? 내게 사랑은 너무 써 아직 전 눈이 여려요 한 입 지면 한 방울 눈물이 나요 슬픈 영화를 보면 온종일 우울해요 거리에서 한 번 마주친 눈빛이 아직도 생각이 나요 만약에 사랑에 빠진다면 온통 그 모습뿐일 거예요 내게 사랑은 너무 써 Bizni yaqinlashadigan vaqt kelmadimikan? Bu gaplar qaydan keladi-ya? Hoy. Boshqa ahmoq bormi deyman? Shunday bo'lsa nima bo'ladi? Shuni bilib qo'y. Sen o'lishing mumkin. Ha, umid qilaman. Keyin seni o'lishingni tomosha qilaman. La'nati. Ikkita tanga bor qo'lingda. Yoki pullar. Menimcha konfet. Hech narsa yo'q edi. Ay, bo'ldi. Nima qilganing bu oxir? Qani hammasini tozalang. Bu senikimi? Tushib qolibdi. Ha, rahmat. Senda o'pka kasalligi bor, lekin chekasanmi? Ha, bumi? Bu dadamniki. Qayerdan bu yerga tushib qoldi, hayronman. Ha, shunday degin. Qanday bo'lmasin, meni aldolmaysan. Tashqarida gaplashib olaylik. Nima deyapsan? Bo'ldi, hammasi joyida. Men faqat ikkimiz gaplashib olamiz deb o'ylagandim. Qo'y, hammangiz tashqariga chiqib turing. Bo'la qoling. Bularni barchasini ko'rmagandek tut. Nima? Bilmaganlikka olma. Bu yerda men ham jim yurishni xohlayman. Shunday ekan menga yordam berishing kerak. Menmi? Nega men? Voy, galvars. Nima? Hozir shoshmay tur. Nima qilyapsan? Senmi men bilan o'ynashadigan? Hoy, qizlar hammomida yonsotni kaltaklashyapti. Nima? Mayli, kel qo'limizdagini tashlaymiz. Bunga ishonaver.
Hoy, qo'yib yubor, nima qilyapsan? Mana senga. Sen menga hali tahdid qilyapsan. Qo'yib yubor. Mana, men senga nima qildim? Senmi hali? Seni o'ldiraman. Sen iflossan. Hali shoshmay tur. Qo'yib yubor. Sen qo'yib yubor. Avval sen qo'yib yubor. Qo'yib yubor dedim. Qani chetga o'ting, chetga qoching. Bas qilsangchi qo'yib yubor. Avval sen qo'yib yubor. Yo'ldan qoching qizlar. Qoching. Oy, Yonsok. Yonsok nimalar bo'lyapti? Senga nimalar bo'lyapti o'zi? Sen uni hatto yechintirdingmi? Ahvoling yaxshimi? Tomosha tugadi, qoching Ha, yo'ldan. qochinglar, qochinglar. Siz kechikdingiz. Kechirasiz, kech qoldim. Hammasi joyida. O'sha kecha uyga qaytdingizmi? Ha, qaytdik. Qani o'tiring. Rahmat. Nima bo'lganini eshitdingizmi? Ha. Endi biz kattalar bolalarni yarashtirib qo'yishimiz kerak. Albatta, lekin men bu jangda 30 yil faoliyatim davomida bunday narsani qizlar olib yurishni ko'rmaganman. Ha. Yo'q. Bu qurol kimniki ekan? Hoy, sen bu Barmarit seniki ekanligini isbotlaysanmi? Nima dedingiz? Yo, to'xtang, nima dedingiz siz? Bunday gaplar og'zingizni barchasidan chiqib ketaveradimi? Yo xudo, ba'zi insonlarda insof ham qolmabdi. Yong'oq chiqarish uchun bizni texnikadan foydalangan esida yo'q. Oldingilar to'g'ri aytishgan ekan, eshagi loydan o'tgandan keyin gaplash deb. Yo xudo. Nima? Siz shunchaki gapiryapsizmi? Og'zingizga qarab gapiring. Fohisha. Nima? Fohisha? Ha, to'g'ri, fohisha. Yaxshi, men fohisha bo'lsam, unda sen ayol kishi bilan teng keladigan la'nati pastkashsan, tushundingmi, pastkash? Hoy, ikkingiz ham bas qiling. Fohishani qizi bo'lsam nima bo'libdi? Shunday ekan, bu la'nati maktabingni yelkamda chuquri ko'rsin. Yongso, to'xta. To'xta qizim, Yongso. Yongso. Pak Yongsu, nima qilyapsan? Nima qilyapsan dedim senga. Qayoqqa ketyapsan? Hammasi uchun rahmat, ustoz. Qayerga ketyapsan? Hoy, Yonsuk. Nega yig'layapsan? Yana biror narsani olib kelmadingmi? Xo'sh, yaxshi, ko'raylikchi. Biz olishimiz kerak edi. Rangli qog'oz va qaychi va kompas va chizg'ich. Xo'sh, senda qaysi biri yo'q? Hammasini unut. Qaysi birini unutding? Qani? Chizg'ich. Chizg'iching yo'qmi? Mana Bu nima? menikini ol. Men baribir boshqa olaman. Qani ketdik endi.
Nima? Eshityapsanmi? Jin ursin. Chunki senga dori tashlab ketdi. Yana biror nimani boshladingmi deyman. Doim shundaysan. Bir baloni boshlab suvdan quruq chiqasan. Ay, oyi, uni yana tomi ketyapti. Jongil. Qayerda yuribsan? Jongil, keldingmi? Qayerda eding? Dadamni oldi dedim. Nima bo'ldi xo'sh? Eshit. Yo'q, suv bizni yashirincha joyimizda. Nima? Qayerda deding? Yaxshi. U yerga bormaganing ma'qul. Bu muammo chiqarishi mumkin. Yaxshi, lekin u yerda narsalarim qolgan-ku. Mayli. Nima? Yaxshi, u yerga borma. Yoningda bo'lmayman. Seni ogohlantirdik. Ahvoling yaxshimi? Yana maktabingda deb nima bo'lishi mumkin? Nima bo'ldi? Yana uydagilaringdan kaltak yedingmi? Qani, ko'ray-chi. Qani, bir ko'ray. tegma, bo'ldi, hammasini unut. Qanday qilib qizni urish mumkin, xudoyim? Vahshiylar. Lekin hali meni tarafimni olayotganga o'xshamading. Bugun kechqurun shu yerda qolsam bo'ladimi? Ha, shunchaki uyga borishni xohlamayman. Mayli, o'zing bilasan. Xo'sh, endi nimalar qilmoqchisan? Bu haqda keyinroq o'ylayman. Hozir o'ylashga vaqtim yo'q. Ammo maktabni ham bitira olmading. Ha, baribir kollejda o'qiydigan o'quvchilardan emasman. O'zingchi? Sen ham yaxshi baholar olyapsanmi? Boshlang'ich maktabda kim ham yomon baho olardi, oson Mana bo'lsa. Hech qachon maktabda yaxshi baho yo'qimaganman. Doim uyga vazifa berilsa, nuqul atrofimdagilardan ko'chirardim. Lekin sen aqllisan. Tezda o'zingni qo'lga olib topshirishing mumkin. Ha, qo'yaver. Buni o'ylaydigan yagona odam emassan. Ha, yo'q. Nima? Men bilan qolishni xohlaysanmi? Yo'q, albatta, bunday hazillashmay axir. Mayli, unda men ham boray. Yaxshi dam ol. 내게 사랑은 너무 써 아직 전 어리거든요 내게 사랑은 너무 써 아직 전 눈이 여려요 한 입 지면 한 방울 눈물이 나요 슬픈 영화를 보면 온종일 우울해요 거리에서 한 번 마주친 눈빛이 아직도 생각이 나요 만약에 사랑에 빠진다면 온통 그 모습뿐일 거예요 Shoshma, kutib tur. Bu sen ko'rgan narsa Ko'zimga emas, ko'rinma. boshqacha tushunding.
Qayerlarda yuribsan? Men senga savol berdim. Senga nima qizig'i bor? Nima? Sen Jon Gil bilan eding, shunday emasmi? Ko'zimga ko'rinma, charchaganman. Nima qildingiz? La'nati ahmoq. Nima qilding dedim. Yaxshi. Biz birga bo'ldik. Shuni eshitmoqchimisan? Men uyingga yovvoyi uzum sharobini olib keldim. Buni yaxshi deyishyapti. Nonushtadan oldin ichish kerak ekanmi? Yovvoyi uzummi? Bu yubkami yoki shimmi? Bu ishlashga juda ham qulay. Havo juda yaxshi o'tkazadi. Shunaqami? Ha, qayerdan sotib olding? Yolg'on gapiryapman aslida. Nima uchun? Menga ham kerak. Menga yoqdi. Buni unut. Yo, xudoyim. Nima? Unga yana nima bo'ldi? Uning yoshida bu tabiiy holat. O'smirlik davri shunday bo'ladi axir. O'smirlikmi? Buni qayerdan bilasan? Darsliklarda o'qiganman. Yakshanba maktabida yagona maktab. Sen bordingmi? Tezroq ichsang-chi. Yo'limdan qochinglar. Jongil. Bizda muammo bor. Gvansik bu yerga keldi. Jinurson, qani ketdik. Qani kela qol. Siz eng kuchlisiz. Bu safar albatta yengamiz, qo'rqmang. La'nati qo'rqoq. Seni o'zim Hammasi o'ldiraman. zo'r bo'ladi. Qani? Hoy, Gvansik. Boshqa o'rta maktab. Hoy, Gvansik. Boshqa o'rta maktab ahmoqlariga bu yerda joy yo'q. Buni bilishing kerak. Kelgan ekansan, bizning qoidalarimizga amal qilishing kerak. Xo'pmi? Yaxshi. Lekin menga faqat Kang Jongil kerak. Uni menga bersang, jimgina ketaman. Jongil bizlardan birimiz. Uni senga bermaymiz. U seni aldayotgan bo'lishi ham mumkin. Menga hoziroq pul to'lashiga to'g'ri keladi. Jongil, bu haqiqatmi? Ha, yo'q janob, undan hech qanday qarzim yo'q. Ha, itvacha. Nima? Urush boshlash uchun Jongildan foydalanyapsanmi? La'nati, tushunmaydigan ovsarlar. Sen kurashni xohlaysanmi? Yaxshi, urushamiz. Ha, urushamiz. Seni o'zim o'ldiraman, yaramas. Men hamma narsani ko'rdim. Qani ketdik. Xayr, janob. Yana ko'rishguncha. Meni qo'yib yubor. Keyin ko'rishamiz. Qani bo'la qol, shoshilsang-chi. Haligi Jongil xavf ostida qoldi. Bo'ldi, qasam ichaman, boshqa qilmayman. Qo'yib yuboring.
Yonso, kim meni qutqar? Bu yerga nega kelding? O'zing nima qilyapsan? Balki o'zing aytarsan. U sen bilan yurgani uchun menga to'lashi kerak. Kuching kelib shunga yetdimi? La'nat ahmoqlar. Ammo u bir nimalar deyapti. Hech narsa yerdan qilmadik ket. axir. Ammo Shoshil. Hoziroq to'xta. Senga bu yerga qayt dedim. Buni ko'rdingmi? Bir qadam yaqinlashgudek bo'lsang, laychalaringga qo'shib ustingga sochaman. Agar jur'ating yetsa, buni sen bajar. Men ketyapman. Buni eslaysanmi? Kichkina paytligimizda bu menda yo'qligi uchun yig'lagandim. Sen bo'lsa o'zingnikini berganding. ha, esimda. Nega endi? Chunki menda ikkita bor edi. Rostdanmi? Bugungi voqea uchun kechirasan. Boshqa bunday bo'lmaydi. Menimcha hozir yolg'iz qolishni istaysan, to'g'rimi? Mayli, unda ko'rishguncha. Hoy, Yonsik. Nega o'zi meni sevasan, a? Nima sababdan? Ha, men shunchaki sevaman. Lekin bunga hech qanday sabab yo'q. Menda ham senga nisbatan his-tuyg'ular bor edi. Ammo onang bilan dadam aralashgandan so'ng taslim bo'ldim. Rostdanmi? Lekin men uchun bu muhim emas edi. Nima? Senga bo'lgan tuyg'ularim Men maktabdan qaytdim. Chungil. Dadang qaytib keldi. Nima? U 8 yil deganda Saudiya Arabistonidan qaytdi. Ammo onang endi bu yerda emas. Nega? Yo xudo, bechora bolaginam. Ammo oldingda buving bor, men borman. Voy, mas bo'lib qoldingizmi? Menga tegmang, men yaxshiman. Hozir nima bo'ldi? Yaxshiman. Nima bo'ldi Onajon, senga? sen kimsan? Bu Chungil-ku, esingizdan chiqdimi? Jongil, o'g'lim. Kel, uyga kiramiz, yura qol.
Ha, Mana mayli, bo'lsang-chi. Kir, tezroq kir. Bu ahvolda turma. Cho'ngil. Yo'qol. Nima istaysiz? Mazalimi? Jon Gilni taniysan-a? U biroz meni asabimga tegdi. Javoban men ham shunday qilmoqchiman. Qasos olish kerak. Men bu ot sevgisi haqida juda ko'p o'yladim. Talabalar buni tomosha qilmasliklari kerak. Bu tomondan yura. Ot sevgilisi. Buni eshitdingmi? Yo'q. Bu qichqiriq ekan. Nima qilamiz? Bu yerda kim bor? Voy, ichkariroqqa kirsangizchi. Bunday bilan ish bitmaydi. Keyingi safar ko'rishguncha. Hoy! Sen ahmoqlar! Qani ketdik. Sizlar kimsizlar? Hoy ahmoqlar, ortingizga qayting. Qayt dedim. O'sha yerda to'xta. Hoy, senlarni tanib oldim. Ahmoqlar. Ahvoling yaxshimi? Senga nima bo'ldi? Qarasam meni yoqtirasanmi? Ha. Unda Givansikni o'ldir. Ehtiyot bo'ling, janob. Mayli, ko'rishguncha. Ushbu film Telegramdagi Minho TV tomonidan ovozlashtirildi. Bizda Telegramdan Minho _ TV deb izlab topishingiz mumkin. Bu pichoqmi? Meni o'ldirish uchun keldingmi? Unda davom et. Qani, pichoqla.
Endi aqlli bola bo'lib, birdan 50 gacha sana. Nima? Sana bo'la qol. Ha, bir. Keyingisi. 2. 3. Hoy. Uni yuziga qara. Kim urdi seni? Voy, Gvansik Maras. Sen sevgan qizimni xafa qildingmi? Nima? Mumkin emasmi? Albatta mumkin emas, u meni qizim axir. Harom yey. Xo'sh, endi nima? Qo'lingdan nima keladi? O, la'nati, seni tiriklagan. O'ldiraman hozir. Tez yordam tayyormi senga? Voy Maras, nimalar deyapsan? Itvachcha o'lib ket. Mana senga. O'l Maras, o'lib ket. Aqldan ozgan ahmoqlar, tentaklar. Hongsungdan Seulgacha. Anchadan beri ko'rishmadik. Kecha o'sha ahmoq meni oldimga kelibdi. Meni o'ldirish uchun pichoq olib kelibdi. Seuldan kelgan qiz sevgan qizimni xafa qildi. Undan qasos olishim kerak. Oldimga shu gaplarni aytgani keldingmi? Endi bularning qizig'i yo'q. Men uchun hammasi tugadi. Rostdanmi? Shunday qilib, men o'sha ahmoqni o'ldira olarkanman-da. Hoy, nima xohlaysan? Menga qara. Nima, kelishuvimizni buzmoqchi bo'lyapsanmi? Shu ahmoqni deb mendan voz kechasanmi? Agar shunday qilsam, uni qo'yib yuborasanmi? Sendan faqat bir narsani so'rayman. Menga nisbatan hech qachon his-tuyg'ularing bo'lmaganmi? Hech qachon meni yaxshi ko'rmaganmisan? Yo'q. Hech qachon. Yaxshi. Sen haq bo'lib chiqding. Endi hammasini sen boshqarasan. Nahotki, buni qaranglar. Keling unda boshlaymiz. Voy, Chok Gvansik. Bu ahmoqni o'lgisi kelyapti shekilli. Yolg'iz gaplashib olaylik. Kang Jongil, men senga tegmayman. Bu yerdan ket. Voy, Maras, kulyapsanmi ustimdan? Qani, bu yerga kelchi qarang. Voy. Sen men uchun keldingmi? Ha, Yaxshi, bora qol. haligi singling haqida
U meni tashlab ketmadi. Men Sen tashlab yaramas. Soat necha bo'ldi? O'zing xohlagan narsani qil. Nega bu yerda yuribsan? Nima qilyapsan? Hoy. Qorong'uda nima qilyapsan, ha? Seni ko'rib bo'lmayapti. Shu kunlarda juda g'alati bo'lib qolgansan. O'rningdan tur. Tur dedim. Meni tinch qo'ying, keting. Yuzingga nima bo'ldi? Oldin qizlarning ortidan yurarding, endi jang qilishni boshladingmi? Sen buni ajoyib deb o'ylayapsanmi? Gangster bo'lishni xohlab qoldingmi? Sen ahmoqsan. O'g'lim ekanligingga ham ishonmayman. Siz meni xonamga avval ham kirganmisiz? Xonamga kirganmisiz dedim. Xonamga kirdingizmi? Ha, to'g'ri aytasiz. Sizni o'g'lingiz bo'lmasligim ham mumkin. Nima deding? Ha, to'g'ri. Hammasi yaxshi edi. Onamni lekin tashlab ketdingiz. Kim biladi, balkim haqdirsiz. Ehtimol rostdan boshqani farzandidirman. Nima deyapsan? Yaxshi. Davom eting, davom eting. O'g'lingiz emasman-ku. Urmaysizmi yana, uring. Davom eting dedim. O'ldiring meni. Sen ahmoq nimalar qilyapsan? Ha? Sen aqldan ozib qolibsan, ahmoq. Dadam onamni tashlab ketgan deb o'ylaysanmi? Onamni ishi bor edi. Shuning uchun ham u jo'nab ketdi. Dadam sen uchun yolg'on gapirdi. Nahot buni bilmagan bo'lsang? La'nata, meni aldashni bas qil. Menga ishonmayapsanmi? Dadamning javonini tekshirib ko'rishing mumkin. Bu uning uchun juda ham qiyin bo'lgan. Yana nima bo'ldi? Cho'ngil, nima bo'ldi? Nima qilyapsan? Cho'ngil. Hoy, nima bo'ldi? Birortangiz tushuntirib bersangizchi. Nima bo'ldi? Ay, yo xudo. Men bularni hammasini yo'qotishni aytgandim. Bu ahmoqqa gap kirmaydi. Hozir hammasini yig'ishtirib olaman. Bularni hammasini yo'qotaman. Hozir nega bularni saqlab yuribsan? Voy onajon. Bularni qoldiring, iltimos. Ularni yoqib bularni yubormang. saqlayapsan? Endi qaytib U kelmaydi, qaytib uni. kelishi mumkin axir. Tegmang dedim. Tegmang dedim. Yo xudoyim, aqlingni yig'. Kap katta odamsan axir. Yo xudo, qanday kunlarga qoldim. Qanday kunlarga. Onajon? Siz kimsiz? O'g'lingiz uyga qaytdi. Voy o'g'lim, senmisan? Shunchalik o'zgarib ketibsan, bolam. Bolam, bolajonim. Taniy olmadim seni. Hayron qoldingizmi? Bolaginam, juda og'riqlab ketibsan. Ay, men uydaman. O'g'lim, ovqatlandingmi? Albatta ovqatlandim. Xotinim qayerda? Keliningiz. Ha, 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 hozir. Nima? Ichkariga kiraylik, ichkarida gaplashamiz. nima bo'ldi? Nima bo'ldi, oyi? Senga bu gapni aytishim kerak edi. Nimani nazarda O'g'lim. tutyapsiz? Oyi, Ayoling. nima bo'ldi? O'g'lim, bu gapni Nima qanday deyapsiz? aytaman? Nimalar deyapsiz? O'g'lim, u yerda yo'q. O'g'lim, to'xta. Shoshma. U qayerga ketdi? O'g'lim, bolam, to'xta.
O, janob. Salom, janob. Salom. Salom, janob. Joy bo'shating, bo'la qoling. Bo'l. Jongil, seni yuzingga nima bo'ldi? Hatto uyga ham bormagan bu. Ko'chaga chiqib ketdingmi? Ha? Hayotingni bunday rasvo qilishni to'xtatsang yaxshi bo'lardi. Guangsikdan uzoqroq yur. Guangsikni mag'lub etishni hech qanday usuli yo'q. U to'g'ri aytayapti. Ha, aytgancha. Yo'qsokni kaltaklashibdi. Ammo u Yonxuani kaltaklashi mumkin edi. To'g'ri. Lekin u hech qachon hech kimning ortidan urushmagandi. Nima uchun? Senga aytib berishim kerakmi endi? Nima? Xullas Yo'qsok Jongilni qutqargani uchun kaltaklandi. Barchasi jonimga tegib ketdi. Nima xohlaysan? Seni. Ko'zlaringni och. Ha. Men hech tushuna olmayman. U nega sendek ahmoqqa ko'ngil qo'ygan ekan, ha? Kira qol. Kang Jongil, men senga tegmayman. Bu yerdan ket. Shunday qilib Yo'qsok Jongilni qutqarish uchun kaltaklandi. Harromi. Oy seni etimga. O'lib ket, itvachcha, o'lib ket. Nima qilyapsan? Seni o'ldiraman. Yaramas. O'ldim deyaver. Ahmoq, seni o'ldiraman. Bu yerdan chiqinglar. Bunday qilishga qanday hadding sig'di? Seni o'ldiraman. Iltimos, bizni urmanglar. Jongil! Qo'yib yuboraymi yoki yo'qmi? Aqling yetsa qo'yib yuborchi. Jongil! Guangsik! Jongil! Guangsik!
Yonsol qayerda? Yonsol. Nima bo'ldi? U bu yerda emas, u Seulga ko'chib ketgan. Qanday qilib ketishiga ruxsat berasiz? Topib bering menga, U toping. ketdi. Seulga ketdi. Chungil. Men qo'shmayapman. Sen bilan o'tmish haqida gaplashib, men nimanidir tushunib yetdim. Men sendan boshqa hech narsa haqida umuman o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Shunday qilib, men endi hammasini tushuna boshladim. Shunday ekan, sen mensiz xohlagan narsangni qilishingga umid qilaman. Hech bo'lmaganda sport bilan shug'ullanishni boshla. O'qishni ham tashlab qo'yma. Men buni bilaman. Sen buni qila olasan. Men bunga chindan ham ishonaman. Va'da berasan-a? Sanaga qaranglar, 31-oktyabr. Ha, shunaqa. Men turmush quryapman. To'yim shahardagi katta zalda bo'ladi. Jim bo'linglar. Senlar. Agar vaqtingiz bo'lsa, yoningizda hech qanday pul sarflamay to'yimga boringlar. Ko'rishguncha. Ha, u uylanayotganiga hech ham ishongim kelmaydi. Bo'lishi mumkin emas. Jongil, nima u? Men sizni sevaman. Buni bilishingizni xohlayman. Xitoy restorani soat 6:10 Bu nima? Borasanmi? Boradiganga o'xshaydi. Hoy, Jongil, rostdan ketyapsanmi? U rostdan ketyapti. Kel, undan ko'ra gazak yeymiz. Sen sotib olasan. Men bunga buyurtma bermagandim. Buni kim buyurdi? Hammasini u buyurdi. Nima? Jongil bularning barchasiga buyurtma berdi. Lekin u kelmas ekan. Men uyga qaytdim. Oradan qancha vaqt o'tdi? 3 yil bo'ldi.
Amaki! Jongil! Oradan qancha vaqt o'tdi, sizni sog'inib ketdim. Shoshmay tur. Bu kelinoying tanishi bor. Salom. U kim bo'ldi? Yeyavering. Nega xotiningni suratini sigaret qutisining tepasiga joylashtirib olding? Shunday qilsam, har kuni uni kamida 20 marta ko'raman. Chekishni tashla. Ichimlik qo'yib ber. Nima? Sochlaringizni kimga sotib yubordingiz? Bu bizning genimizda bor. Seniki ham to'kilib ketadi. Lekin hafsalamni pir qildingiz. Qizning go'zalligi yuragingning ichida bo'ladi. Uni shunday sevasan xolos. Shaharga ketib butunlay o'zgarib kelibsiz. Ahmoq. Men butun dunyoda son sanoqsiz qizlarni uchratdim. Ammo u esa mening hayotimga nur olib kirgan yagona inson. Hayotimni esa o'sha go'zal ayolimga tikyapman. Sizni sovuq qilib olganga o'xshaydi. Hali ham dengizchi bo'lishni xohlaysanmi? Agar xohlasang menga aytgin. Nafaqaga chiqqan bo'lsam ham seni ishga joylab qo'ya olaman. Mendan xavotir olmang. Bu yerda yana oz muddat qolmoqchiman. Uni o'zini yolg'iz qoldirmang. Qani boringchi? Bo'ling, turing o'rningizdan, oldiga boring. U ovqatlanyapti. Bo'ling, birgalikda ovqatlaning. Mayli. Qani keling, ovqatlanamiz. Sizga to'y uchun vikni olishimiz kerak. Keyinchalik turmush qurish uchun sizning navbatingiz keladi. O'zi nega buni olib kelding? Ichimlik qo'yib beraymi? Ha, albatta, qo'ying. Bir necha yildan so'ng Kang Chongil eng yaxshi talaba, Davlat universiteti hayvonot fanlari. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let 'em see we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Ahmoq. Let the world around us just fall apart. Hoy, hamma qarayapti. We're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever. Ushbu film Telegramdagi Minho TV tomonidan ovozlashtirildi. Unga ovoz berishda Minho, Mehrish hamda Elmurod ishtirok etdi. Seving, qo'yib yubormang. Sevgingiz doimo abadiy bo'lsin. Ko'rishguncha.